Xo'p do'stlar, davom ettiramiz. Future simple mavzuyimizni davom ettirgan holda, ya'ni will bilan shallni davom ettirgan holda, bugun sizlar bilan will bilan shallni yana boshqa bir vaziyatlarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz willni ishlatamiz kimgadir offer, ya'ni offer degan taklif yoki nimadir qilishga qaror qilsak, ya'ni hozirgina nimadir qilishga qaror qildik yoki nimadir kimgadir taklif qilayotganimizda will ishlatamiz. Misol uchun, my bag is very heavy. Mana sumkam juda ham og'ir, dedi kimdir. Man bu odam kelyapti. I'll carry it for you. Man senga ko'tarishib qo'yaman, yordamlashib yuboraman. I'll carry it for you. Ya'ni senga ko'tarishib yuboraman demoqchi. Ya'ni buni nima qilyapti? Taklif qilyapti, ya'ni yordamlashyapti. Ya'ni hozir qaror qildi, ya'ni bundoq ko'rdi, bitta odam og'ir narsa ko'taryapti. Men bu korobkam, ya'ni qutum juda ham og'ir deyapti. Ya'ni sumkam, narsam og'ir deyapti. Bu aytyapti. Okay, men senga yordam beraman. Yoki I'll phone you tomorrow. Men senga ertaga telefon qilaman. Okay? Xo'p, bye. Bye, I'll phone you tomorrow. Okay? Ya'ni bu aytyapti. Hozir qaror qildi, ya'ni aytdi. Men senga ertaga telefon qilaman. Dedi, ketdi. Xuddi shunaqa, ya'ni hozir qaror qildi, ko'rishib qoldi. Ya'ni bu odamning ishi zarur ekan, bu aytdi. Men senga telefon qilaman. Okay dedi, okay dedi. Xo'p, keyingisi. Nimadir qilishga qaror qilsak, ya'ni o'tgan mavzuda ham ozgina tushuntirib o'tdim. I think bilan birga yoki shunaqa deb o'ylamasak, I don't think deb o'ylaymiz, ya'ni aytamiz. Misol uchun, I'm tired. I think I'll go to bed early tonight. Ya'ni aytyapti. Men charchadim. Menimcha bugun erta yotaman, erta uxlashga yotaman demoqchi. Yoki it's a nice day. Bugun zo'r kun. I think I'll sit outside. Bugun yaxshi kun bo'lyapti, ya'ni ajoyib kun bo'lyapti. Menimcha men tashqarida o'tiraman. Ya'ni bunga qaror qildi. Ya'ni yaqindagina qaror qildi. It's raining, yomg'ir yog'yapti. Misol uchun, eshik ochsanglar yomg'ir yog'yapti-da. I don't think I'll go out. Menimcha men tashqariga chiqmayman. Ya'ni men o'ylamaymanki tashqariga chiqaman deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bunisi ham bitta ma'noni bildiradi. Ya'ni bunga hozirgina qaror qildinglar. Xo'p, endi present simple ishlatmaymiz. Xuddi shunga o'xshash, tepada aytgan gaplarimga o'xshash, ya'ni nimadirga qaror qilsak, nimadir qilaman desak, kelajak uchun biz present simple ishlatmaymiz. Albatta will ishlatishimiz kerak. Misol uchun I'll phone you tomorrow, okay? Men senga telefon qilaman. I phone you deya olmaymiz. Nimaga? Chunki kelajak haqida gapiryapmiz. Yaqindagina qaror qildik bunga. I think, menimcha I'll go to bed early. Menimcha bugun erta uxlayman. Not I go to bed deya olmaymiz. Nimaga? Chunki kelajak haqida gapiryapmiz va hozirgina qaror qildik bunga. Keyin will oldingi mavzuda ham aytib o'tganimdek, willni oldindan qaror qilib qo'ygan narsalarimizga ishlatmaymiz. Misol uchun I'm working tomorrow. Not I will work tomorrow demaymiz. Nima uchun? Chunki buni oldindan qaror qilib, o'sha rejalashtirib bo'lgan, ya'ni ancha oldin. Agar yaqindagina qaror qilgan bo'lsak, ishlatsak bo'ladi. I don't want my car anymore. Men endi mashinam endi kerak emas menga demoqchi. Ya'ni men xohlamayman mashinani endi deyapti. I'm going to sell it. Ya'ni sotib yubormoqchiman. Ya'ni bu allaqachon qaror qabul qilib bo'lgan sotish uchun. Shuning uchun ham biz I'm going to, ya'ni sotmoqchiman deb ishlatdik. What are you doing at the weekend? Endi bunda planini so'rayapti, ya'ni kelajak haqidagi rejasini so'rayapti. Ya'ni allaqachon rejalashtirib qo'yganini so'rayapti. Shuning uchun ham present continuous ishlatilyapti.